Hurmatli Shavkat Miromonovich hamda Saida Mirziyoyeva Shavkatovna sizlardan iltimos qilib so'rayman. 1975-yil 20 dekabr kuni tug'ilganman. Yusupov Alisher Hikmatullayevich bo'laman. Men 2010-11-yillari o'g'lim Hikmatullayev G'anisher Alisher o'g'lini etib qo'yganman. Bunda sababchi bo'lgan Yusupov Sherbek Hikmatullayevich hamda onasi onam deb ayta olmayman. Bular hammasi til biriktirib, otam uchun qamalgan paytim, Chermet uchun hurmatli prezidentimiz ishdan olib tashlagan paytlari bular men qamalib kelganman. O'zi sotgan narsasini men bo'ynimga olib ikkilam chiqara metal korxonasi uchun men turba sotganlariga men borib qamalganman. Bu narsalar uchun hali shahar sudi Mamirov sudya sud qilgan. Buxorolikka bo'lgan payti. Mana bugunlik kunda aniqlik kiritilib kelganda o'g'limni Sherbek urib troslar bilan limfoma bezlari yo'rilib, ana o'shanda rak kasallikka aylanib o'ldi. O'g'limni go'rini o'shtirishga ham roziman. Undan keyin mana 2023-24-yilda Sherbek Yusupov qora metal parchalarini qabul qilib sohib degan yigitni ishga oldi. Gazel avtomashinasi shopirlik qilib yuradi. Bepirkaz benima. O'sha yigit ham metallon o'g'irlab nima qilganiga keyin uni Shahzod bilan birga davlena qilib, uni ko'p azob berib nima qilgandan keyin Shahzod o'zini osdi. Ana shunga amin bo'ldim, o'g'limni ham Sherbek Yusupov o'ldirgan. Shahzod bilan birgalikda mana bu yigitni ham o'ldirdilar bular. Uni onasi bir o'zi qolgan. Otasi ham o'lib ketdi. Buni kim chorasini ko'radi bu boyvachchalar? Hamda mana nomimdagi magazinni bozor hududiga bo'lganni, o'shani mana qama 131, 132, 133-moddalar bilan otasi bilan ikkovi sudlangan payti men davom yo'q deb bularni kechirgan edim. O'sha paytda men magazinimni nomiga o'tkazib bugunlik kunga sotgan ekan. Bularni hammasini kim so'raydi? Men bor dedi Shavkatovna, Saida Shavkatovna. Prezident administratsiyasiga odamlarim bor, hech kim hech narsa qila olmaydi menga deganlar. Ikkita odamni o'limiga zolim bo'lganlar. O'zi 118-modda 3-4-qism bilan 10 yil 6 oy muddatda kesilgan edi. Uni keyin $50,000 berib chiqardilar. Bunda shu qamalgan payti qaysi doktor bo'lgan zonada popda o'shani ham aniqlikka kirsa, o'shani telefonida faqat gaplashilgan. Shularni ham topishga hammasiga aniqlik kiritib bering. Mana bular qilgan ishlari, ikkita odamni o'limiga. Nimaga bularni qamaysizlar? Nimaga bularga nima qilmaysizlar? Murojaat. Mana bugun davlat xavfsizlik xizmatiga ham borib murojaat qildim. Xatlarni aytib berdim, hamma narsani dokazat qilib, respublikaga aytib berdim, general prokuraturaga aytib berdim. Bularni bir boyman hech kim men prezident administratsiyadagi odamlarni tarbiya qilganman deydi otasi qayerga borsangiz. Hammasi hozir kunga Bekobod metallurgiya kombinatining direktoriga ham gaplashib o'tirib, kim telefon qilib gaplashtirganiga davr bilaman hamma narsani. Bularni kim chek qo'yadi? Qachongacha bular azobga, qachongacha o'zimni uyim, joyim, narsamga o'zim nima qila olmayman? Olib bo'lib tarqatib bo'ldilar bular. Qurgan bozor narsalarini mana bu Zari zamin to'yxonasiga 2 yil ishladim. Mirali Muhammadiyevga 15 milliondan beraman degan bir marta pulim degan, odam savdosiga kiradi bu ham. Bu ham yo'q bo'lib ketgan. Mana Sherbek Yusupov ham elektroximiyadagi qurilgan dachalarni hammasini qurib minatini qilib ketdim. Unimga ham oxiri men kerak bo'lmadim. Bularni kim so'raydi? Odam savdosi bo'lib beradi. Nechta nimalar bor? Bularga mumkin gapirish puldorlarga, bizga mumkin emasmi? Men qul bo'lishim kerakmi bularga? Kim so'raydi buni? Hurmatli prezident, hurmatli Saida Mirziyoyeva, mana bugun butun O'zbekiston xalqiga aytaman, dokazat qilib berdim, o'g'limni o'ldirganini, mana bu yigitni ham o'zini osganini, bu ham onazor olib bitta o'g'li bo'lgan. Bu narsani kim so'raydi bulardan? Qachongacha narpaydi yo'liga avariya odam nima bilan uravur bo'ldi, nechta odam pichoq kalishib bo'ldi, buni qizini ustiga bo'ldi, boshqaga bo'ldi, bu tergov delalari hammasini qanday yopildi, nima bo'ldi, kimlar? Bularni hammasini so'raylik, adolat deysizlar. Bizga bor prezident administratsiyaga kelgan xatga Shavkat Miromonovich, Saida Mirziyoyeva, Shavkatovna shu kishi hammasini chinchiklab ko'rib javob berdi. Mana bugun 2-kun xatim bordi. Mana bularni internet ommasiga chiqarib ko'rsatib beraman. Mirali Mahmudov ham ikkilamchi qora metal korxonasiga portlash bo'lganda 45 moddasi borligiga nimaga ishladi rahbar bo'lib, nimaga bular munoqchilar qilyapti?
mumkinmi bular mafiya bo'lib olib Metallom Doliyada Doniyori bor, unisi bor, Mahmudi bor, hamma kishi bilan birgalikda mafiya bo'lib Doliyada yuribdi Miralim Mahmudov. Bu qurgan to'yxona narsa 5 kishi 4 kishining nomiga o'tkiribdilar. Bankdagi pullar qayerdan qo'yilgan? Bankka, Milliy bankda u banklarga pullarni qayerdan olgan, qayerga qo'ygan bu? Qurilgan to'yxonani temirlarini qayerdan olingan, narsalari qayerdan olgan? Bularning hammasini men yaxshi bilaman. Jonimdan o'tgandan keyin balamni o'ligini endi topdim, Sherbek o'ldirganini. Sizlardan shuni so'rayman, qamashlaringizni. Men oxirigacha turib beraman bu narsaga. Chunki men otasi bilan ekan uni meni uyga qamab qo'ygan paytlari men so'tlaganim uchun, bularni so'tlangani uchun meni balamni o'ldirdi bular.